1700-yillarda Garvard universiteti talabalari pomidorlarni zaharli deb o'ylab, uni yeyishdan bosh tortishgan. O'sha davrda pomidorlar ituzumdoshlar oilasiga mansub bo'lgani uchun xavfli sanalgan. Chunki bu oilaga belladonna kabi zaharli o'simliklar ham kiradi. O'sha davrda boy mustamlakachilar qo'rg'oshin miqdori yuqori bo'lgan qalayli likopchalardan foydalangan va pomidorlarning kislotasi taomga qo'rg'oshinni shimdirgan. Bu esa haqiqiy zaharlanishga olib kelgan, lekin aybni pomidorlarga yuklashgan. Shu asosda mishmishlar tarqalgan, go'yoki pomidor yeyish oshqozonni eritib yuborishi yoki darhol o'limga olib kelishi mumkin. Garvardda talabalar uni ovqatlardan butunlay chiqarib tashlashgan. Pomidorlar esa oziq-ovqat sifatida emas, balki faqat bezak uchun yetishtirilgan. 1800-yillarning boshlarida pomidorlar, olimlar, dehqonlar va hatto jasorat bilan omma oldida pomidor yegan bir nechta odamlar tufayli asta-sekin amerikaliklarning taomiga kirib borgan. Bir vaqtlar o'lim mevasi deb qo'rqilgan pomidor keyinchalik oshxonaning ajralmas qismiga aylangan.